Erkaklarga ashaddiy ehtiyoj sezilayotgan 5 ta davlat. Oxirgisi sizni aniq hayratda qoldiradi. 5-o'rin Estoniya. Bu yerda ayollar soni erkaklardan ancha ko'p. Hatto ayollar qirolligi deb nomlangan orol ham bor. Erkaklar deyarli yo'q. 4-o'rin Latviya. Har 100 ayolga atiga 85 erkak to'g'ri keladi. Latviya ayollari chiroyli, yaxshi ta'lim olgan va hayotiy sherik izlaydi. 3-o'rin Nepal. Ko'pchilik erkaklar xorijga ishlashga ketadi, ba'zi ayollar esa erlarni 6 yilda atiga 2 marta ko'rishadi. 2-o'rin Qozog'iston. An'anaviy nikoh qoidalari va erkaklar tanqisligi tufayli ayollarga turmush o'rtog'i topish juda qiyin. 1-o'rin Rossiya. Bu yerda 10 minglab ayollar ehtimol hech qachon erga tegmasligi ham mumkin. Videoni xotin topolmay yurgan tanishlaringizga